Assalomu alaykum obunachilar. Bugungi ishdan boshlab oldik, xudo xolasa. Bugungi yo'nalishidagi mashinalarni ko'rsatib o'tamiz. Birinchisi Equinox 23-24 18 ming yurgan, narxi 29,5 ming. Keyingisi 472 millionlik 23-24 3,5 ming navoroti bor, 27 ming yurgan, bunisi 34,5 ming kelishtirib beramiz. Keyingisi K8 24-24 ponni bron bo'lgan, 4 ta yaxshi qimmat balon qo'yilgan tonirovkasi bor. Buning narxi 43 ming. Keyingisi Hyundai Santa Fe 7 kishilik 20-yil shart chiqarilgan, 51 ming yurgan. Buni narxi 28,900. Keyingisi Malibu Premier 5940 km yurgan, 22 qora toza koreyskiy. Buni narxi 40,500. Keyingisi Kia Sorento 7 kishilik 17 ming yurgan, 2000 dollar navorati bor. Puldan bitta past pozitsiyasi, buni narxi 44,5 ming. Keyingisi K5 26200 44700 yurgan, 23-yil. Eng puldan bitta pasti. Keyingisi Tahoe 23-24 ponni morda bron bo'lgan, kurgoy tonirovka ideal holatda, probeg 15400 km turgan, narxi 80500. Kimga shunaqa mashinalar kerak bo'lsa, bemalol Sanjar avtoga murojaat qilib, hammaga e'tibor uchun rahmat.